ota-onasiga oq bo'lmaydi. Ya'ni ota-onasiga befarmon, unaqa nofarmonlik qilmaydi bu odam deydi. Mana shu gal bizga kerak. Ya'ni ota-onasiga nofarmonlik, ya'ni bo'ysunmaydigan gap qaytarish, yo ishini qilmaslik, yoki ota-onani hurmatini joyiga qo'ymaslik, yoki ota-onani yuzini yerga qaratadigan ishni qilmaslik oq bo'lmaslik degan gap. Qur'onda ham Alloh aytadi-ku. Wala taqullahu uffi wa la tanharhuma deb. Ota-ona uf dema deydi-ku. Ota-onani kamsitma, o'kintirma deydi-ku. Men buni ko'p gapiraman. Ota-onani o'kintirish oldida uf deyishni bir ko'rinishi ayniqsa bu xotinlar ichida bo'ladi-da, katta onalarimiz. Hali onalarimiz kecha bolalarini odamlarga ko'rsatish uchun ham yolg'on gapirib qo'ygan ishi bor-da onalarimiz. O'zi kelinining ro'molini olgan. Qizim berib turib ro'molni zo'rab kelyapti, bolam o'tirishga borib keladi deb. Hali ro'molni nima qiladi bu ona? Voy tushmagan o'g'lim, mana o'tirishga ketyapti, aymon o'rab oling deb. Hozir bozordan olib chiqib boshimga solib qo'y deb yolg'on gapiradi bu xotin. To'g'rimi? Borda shular kuydirish. Hali mahalla dudu gapda 10 ta qo'y deydi-yu, kuyib o'lsin deb qo'shnilar. Ish bor-da biz ayollarimizda. Endi bu bolani onasini kamsitishning bitta usulini, bitta ko'rinishini aytyapman sizga. Hali xotin bolasini yomonligini aytmasdan maqtashlik uchun yolg'on gapirib, bolam tushmaydi, shu bozordan olib chiqib boshimga solib qo'ydi degandan keyin men bitta ona o'tiribdi-da. Uning ham 3-4 ta bolasi bor, u ro'mol olib bergan emas. O'tirib, men ham bola boqdim. Bitta emas 4 ta. Birortasi bir shu o'tirishim bir ro'mol solib qo'yishga yaramadi meni bolalarim degan narsa ularning ko'ngliga kelsa, o'sha bola shu ularni kamsitgan shu bo'ladi deydi. Farzandni ota-onasiga nofarmon bo'lishning ham bitta usuli bor. Oshda o'tiramiz, bir yerlarda o'tiramiz, telefon keladi, telefon chiroyli onajon deb yozib olgansiz. Surati ham chiqadi. Shuna bosib qo'yasiz-da. Oq bo'lgani shu. Ha demadingiz. Labbay ona deyishga yaramas. Oshdan qolishdan, bolalar bilan gaplashib o'tirgan gapdan qolishingizdan ehtiyotini olib onani bosib qo'ydingiz. Ya'ni tarbiya olib bezovda qo'ygan ekan, mashinamda qo'ygan ekan, zaratgastiga qo'ygan ekan deysiz. Shumi siz farzandingiz? Men o'chirib qo'yib uxlayman deydi. Sen o'chirib uxlayotgan bo'lsang, qo'qqis otang yuragi ushab qo'ygan bo'lsa, ening telefonga bolam qadasan ke desa, sen kasopat uxlayapsanmi? Nimaga o'chirasan telefoningni? Otangni yana onangni boshiga bir ish tushsa, seni yordamga chaqirsa, sen telefonni o'chiq bo'lsa, sen nima degan farzandsan shunda asqatmasang? Gapir. Nima uchun zaryadgan tugadi sen kasofatni? Kinoga zaryadgan tugamaydi, 7-sen tugamaydi. Otang yoki onang telefon qilsa, 7-sen tugagan bo'lsa, zaryadgan tugagan bo'ladi. Yon mashinada qo'ygan bo'ladi. Sen bilsan farzand? Endi o'zimiz bolamizdan nimani kutaylik? Nima deb shikoyat qilaylik bolamiz ustidan? Yana ham bizning bolalarimiz bizni o'ldirib qo'ymayapti bo'g'ib. Bize bergan tarbiya, biz qilgan ishga bizni bolalarimizni o'ldirib qo'yish kerak bizni. Sizlar yaxshi bilasizlar kimliginglar, nimaliginglar. Bolalaringlar namozga kirgandan keyin namozga kirganlaringlar borsalar. Bolalaringlar bo'yningizdan bo'g'ib umriga jo'natgan ichib tashlasin dadam deb. Shu odamlar o'tiribsizlar. Dada yoshi 1 ga yetdi, siz bilan tenglar namoz o'qiyapti. Mahallan ajrab qolmang. Namoz o'qing dada desa, chiqib surati o'qiyapsiz. Alhamdulillah millionlar o'tiribsiz akalar. Yana bolangizdan olasiz. Biz bolani tarbiya qilishning o'rniga bolalar bizni tarbiya qilyapti hozir. To'g'ri bo'lyapti. Dada o yarashmaydi gapni gapirmang. Dada choyxonada o'tiribsiz, yana qimor o'ynayapsiz. Dada yana yarim yalang'ochdan ko'ryapsiz, qo'ying yod bo'ladi dada deyotgan bizni bolalarimizmi? Endi biz bolalarimizga nima deb tarbiya bermoqchimiz? Xudo amonat insof bersin.